Xorazm viloyat soliq boshqarmasida ham 8-mart Xalqaro xotin-qizlar kuni munosabati bilan tizimda mehnat qilayotgan ayollarga ehtirom ko'rsatildi. Erta tongdan boshqarmaning erkaklardan iborat rahbar va xodimlari xotin-qizlarni iliq tilaklar bildirib, o'zgacha tarzda kutib oldilar. Bugun sohamiz ayollari uchun, boshqarmamiz ayollari uchun juda bir o'zgacha kun bo'ldi. Ertalabdan bizni ko'tarinki ruhda musiqa sadolari, gullar bilan chiroyli kutib olishdi. Bundan juda ham xursand bo'ldik, ruhlandik, yanada motivatsiya oldik, o'zlarimizga kuch oldik. Bunday e'tibor, bunday hurmatdan barchamiz ruhlandik. Boshqarma boshlig'i ayol xodimlarni tabriklar ekan, oila va jamiyat ustuni hayotimizning fayzi va ko'rki bo'lgan xotin-qizlarni e'zozlash, ularga hurmat va ehtirom ko'rsatish xalqimiz uchun azaldan buyuk qadriyat bo'lib kelayotganligini ta'kidladi. Dunyoni quyoshsiz tasavvur etib bo'lmaganidek, hayotni ham mo'tabar onalarimiz, mehribon ayollarimiz, go'zal opa-singillarimiz va shirin qizaloqlarimizdan ayri holda tasavvur eta olmaymiz. Insoniyat taraqqiyotiga unutilmas va beqiyos qissa qo'shgan buyuk ajdodlarimizni dunyoga keltirib, ularni ulug'vor ishlarga ruhlantirib, kamarbasta bo'lgan oqila ayollarimiz bilan hamisha faxrlanamiz. Tadbirda so'zga chiqqanlar ayollik nafosati, bilim va salohiyati bilan sohani rivojlantirishga munosib ulush qo'shayotgan xodimalarni bayram bilan tabriklab, xonadonlarga fayz va baraka, xotirjamlik hamda ishlariga omad tiladi. Ayollarga bayram munosabati bilan esdalik sovg'alari topshirildi.